Qizlar, sizlarga yana bitta zo'r layfhak. Emizuvli ayollar farzandiga sut yetkazib berish uchun ko'p ovqat yeydi va tabiiyki semiradi. Enilni mana shu tabiiy kokteyllarni o'zingizlarning vkusingizlarga moslab olsanglar, ham sutinglarni ko'paytirib beradi, bolaga umuman zarari yo'q, ham mazza qilib ozasizlar. Buni men даже homiladorlik paytimda ham ichganman. Bularidan tashqari ichganman, lekin hozir bemalol hammasini nabor qilib olsanglar bo'ladi. Bularni sotadigan qizni o'zi 6 yildan beri shu sohadalar va o'zlari aynan birinchi bo'lib Enilni kokteyllarni olib ichib, 6 yildan beri mana ichib, zo'r rezultatga erishganlar uchun o'zlari shu ish bilan shug'ullanadilar. Bilasizlar, Enil halol, sertifikatlari bor. Necha yildan beri bizda hech qanaqa yomon o'zliklar kelmagan. Bemalol naborlarini, xohlagan narsalarni kirib, arzon narxga zakaz qilsanglar bo'ladi. Sizlar uchun profil qoldiraman, kirib, tez vesiylarga qarab, oyoqqan vkus zakaz qilib olinglar.